Dedim, maytdan tekshirar ekan. Qarsillab bo'ladi. Bo'ldi, ichkariga kirdi endi. Sekin yo'nalishni boshladim endi. Peshkon yurasan deb qayerga yurasan? Batareya ham past. O'shaning uchun tezda aylанishga to'g'ri kelib qoladi. Hayratga o'chib qolmasdan. Ha, mana yerda osilib turgan hayvon bor edi. O'zi ko'rinmayapti. Qayerda yuribdi ekan u? Qaytishimda ko'rarman. Powerbank olmaganmi? Ekan. O, menimcha oyoqda rasmini qo'yib qo'yibdi, shu oyoq bo'lsa kerak ichkari. Oyoqqa kirib ko'ravermoqchi. Oyoq rasmi bor ekan. Haqiqiy junligu. Ha, mana. Haqiqiy oyoq. Bekiladi deyapti. Fazvallar yomursan. Kurashga chiqyapti-ku. 他打架了，是不是？Qarsillab to'lanimni. $50 bilan ketdan sheton. Rahlar olsa arzon tushadi, unutganda. Xuddi bilet olganda qaytganda samolyotga bilet olgan. Chekini olsa qimmat. Cho'rki. Mana. Qanaqa ayollar borini ko'rsatdi. Kurashga tushganim uchun men xursand. Tomosha ko'rsatyapti ayollar. Joy kelib qolibdi, kim yutar ekan bu yerda? Ikkovini ham bir xil. Ichkariga kirib qoldi. Endi o'tirib tomosha qilgan joyim bor ekan. Ha, mana ekanda bular. Ana. Sen. Shunda. Ata yitqilib. Hayot zo'r. Tirikchilik yaxshi. Ana, turning nima ham bor ekan, dursan bor ekan. Dursa tursa kerak deb. Charchagan. Yaxshi tushunarli ekan, tushunarli qilib oyoqda rasmini qilib qo'ygan ekan. Oyoqda rasmini qilib qo'ygan joyga kirib ketaversa ekan, oyoq bor degan ekan. Ha, mana bu ham bor ekan. Hovuzchan davom etgan joy. Damni olib, shib. Mana nima ekan endi? Haytdan chiqib ketdim. Endi mana astrelka qilib qo'ygan. Osongina xitoychani ham tushunish kerak yo'q, ingliz tilini ham tushunish kerak. Strelka degani vaqa yur. Mana shu hayvon bor degani ekan. Oson. O'ylanib o'tirishdi kerak yo'q.
Aha. Mana aytdim, maymun bor degan joy bor ekan. Maymunning rasmi bor, maymun. Kiramiz hozir. Qanday tush kutyapti. Haqiqiy jungli ekanda. Tabiat saqlab qo'yilganini. Neydi? Mana strelka qilib qo'ygan. Afrikant. Ana, to'g'risi o'qiyolman. Maymun. Ret qilyapti. Mana ishga kiraylikmi? Nima bor ekan bu yerda? Maymunda haykallar bo'lsa kerak. Odamni qo'rqitib o'rayotganimi? Garinni. Bu sensor qilib qo'yibdi shekilli, kirishga bo'kiragan qilib. Hozir animatsiya bo'lib ketganmi? Datchik движение qilib qo'ygan. Hammasiz bo'kiraveradi. Laboratoriyalar ekan bu. Qushni ko'paytirib. Haqiqiy. Ana inkubator. Tuxumlarni ko'paytiryapti. Tuxumni ochtirib chiqargan. Mana video qilib qo'yibdi-yu, inkubatsiyani. Laboratoriya, inkubator, ko'paytirgan. Shu nima olib borgan shu. Mana jo'jasi ham bor ekan. Qaysidir qushtiq jo'ja nimasi? Bola qoldi. Rasmga olib qo'yibdi. Shuni ham olib tashlab qo'yibdi. Bu yutni tutdim. Vakuumni. İşte. Sağlam şu ucuna. Ana ham tuxumni ham saqlayapti. Menimcha xolodilnik bo'lsa kerak, ushlab turadi. O'rdi. Halqumi bor o'rdi. Boyovni. Ana. Nima qilgan joy ekan? Rengin qilgan joy ekan. Mana. Menga rengin qilgan, qanaqa rengin qilgan, qanaqa davolanadi. Tuxanni ko'rmay qoldik-ku. To'g'ri. Ko'rsatsa kerak. Shu. Bundan laboratoriyaga ekan. Hayvonlar uchun faqat. Mana hayvonlar uchun qanaqa apparatlar qo'yib qo'ygan. Tug'dirgan raddom shekilli, mana raddom ekan. O'zi qilayotganini ham ko'rsatyapti. O'zi qilgan apparatlar. O'zi qilgan apparat. Ana haqiqiy qush ham turibdi-ku bu yerda. Tuxumlari nastoyishchi bo'lmasa kerak. Nastoyishchi o'zidan katta edi. Papua.
Heykeli. Suylari. Skeleti bilan. Ana, Xitoylik narsa tushuntiryapti. Qaysi biri nimani tutqunmi? 你可以坐缆车过去，也可以走路过去。 Nimani deb tutqunmi? Ha, menimcha ilonda bo'lsa kerak. Ilon rasmini ko'rsatyapti bu yerda. O'lchayapti. Qo'yapti. O'zi qilyapti-ku buni. O'zi qilyapti. Mana o'zi qilyapti-ku. Keyin chiqib o'tiraylikchi. Bo'ldi. Balnistasidan chiqib ketdik. Balnista ekanda bu. Balnista ekan. Lekin mumkin emas. Zinay qo'yib qo'yibdi. Sherda bolalar mana pastda bo'lsa kerak. Rasm qo'yib qo'yibdi. Tushunlikchi. Maymunlar yursa kerak, gorillarni hidi saqlasa kerak. Mana maymunlar joyiga haqiqiy tabiat qilib beribdilar ularga, haqiqiy yovvoyi tabiat. Maymunni o'zi ko'rmayapti, men ko'rmayapman yo. Maymunni o'zi ko'rinmayapti. Stolchaga o'tirib olib, dam olib o'tirib olsa kerak, kechgacha. Bilet sotib olgandan keyin bilet maniki-yu deysiz, qayerga ketadi deysiz, o'tiraveradi. Rechi nima ekan?您说一下，如果是要的话，他让出去了。50多块。长隆酒店的礼品。 Ichkari olib qo'yibdi-da. 好嘞。来了，找你来了。 Mayli. Ichkari tashqariga chiqarmaydi ekan deymiz. 你手动这么抖，跟 Ha, bu kilogramm 方便抖，知道吗？知道没有？你看你手动这么抖。 Nimaga chiqarmaydi ekan? Chiqarmaydi ekan. Maymun ko'rindi. 是这个。 Maymun zoti ko'rinmayapti. Yuribdi. Bitta maymun shu ichkarida turibdi. Kelibdi maymun rasmini chizib qo'yibdi. Ko'rlikchi. Mana ular bitta xonaga qamab qo'yibdi-da. Bu magazin ekan. Padarka olsa ekan. Sihoji padarka. Magazinni aynalib chiqib ketsin deb ata trapni yopib qo'yibdi-da. Magazinni majbur aynalib chiqib ketdim. Bu yerda aeroportga o'xshagan qimmat nima suvenirlar qo'yib. O'taman desam, mana zinay qilib qo'ygan. Yaqingina joyda o'tkazib bekitib qo'yibdi. Nima deydi, magazinda aynalib o'tsin, narsa olsin.
香蕉芒果巧克力。天鹅啊！Mana haqiqiy junglini daraxt. Bu yerda buni daraxtdan serob ekan. Ko'p ekan. Endi bu hozir o'ng yoqqa chiqib ketsak kerak. Nima qildi ekan bu? Jirafas.